Mana hozir Ramazon yaqinlashyapti. Hozirdan odamlar iftorlikka harakatini boshlayapti. Menga taklif qilyapti. Men hammaga qo'lim ko'ksimda rahmat aytaman, uzr so'rayman. Alloh iftorligingizni qabul qilsin. Lekin birodar, bu iftorlik degani ham dabdababozlik, kim o'zarlik emas. Payg'ambarimiz alayhisalom aytadilarki, eng yomon dasturxon, eng yomon ziyofat, eng yomon marosim qorni ochlarni tark qilib, qorni to'qlarni taklif qilingan dasturxon dedilar. Hamma qorni to'q, hamma boy badavlatga qilyapmiz-da. To'g'ri, iftorlikda yori birodar bilan qilgimiz keladi. Aka-uka, oshna og'ayni, birodar kichkina bir davrada iftorlik qilib ko'ynini olay deysiz. Lekin yuzlab, minglab odamlarni bir to'yxonaga jamlab, o'sha qorni to'q odamlarni chaqirgandan ko'ra sekin mahallaning ichida aylanib va kambag'al, yetim yesir, beva bechoraga sarflaganimiz qanday ham yaxshi. Mana buni hisob